Assalomu alaykum, hurmatli butun O'zbekiston xalqi, musulmonlar, sog' salomatmisizlar? Uzr, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangizlar, ayol kishilar, voyaga yetmagan barchalar ko'rsa, iloji bo'lsa o'tkazaversin, iltimos qilaman sizlardan. Birinchi, ikkinchisi, qo'pol muomalam uchun ming bor uzr sizlardan. Hozir videolarga, YouTube kanaliga, Telegram, Instagramga, Facebook nimalarga, TikToklarga bir isqirt qizgina Xitoymi, Yaponiyagami turmushga chiqqan ekan, bir harom u kuni futbol bo'yicha futbolni gapirib chiqyapti. Xudonkim, u-bu deb so'kib, o'zbek erkaklari unay-munay deb. Qisqasi butun O'zbekiston Respublikasiga, musulmonlarga, o'zimizda mana shu O'zbekiston nimalariga, dinlarimizga xoinlik qilib teginyapti ekan. Aslida u o'zi xoin bir fohisha bo'lsa, o'zi bir isqirt fohisha haqiqiy bo'lsa, uni o'zi ayasi jala. Maksimalni bu videoni iloji bo'lsa o'sha haromni isqirtga tarqatib qo'yinglar. Uni farzandlari fohisha bo'lsa, uni oilasi fohisha bo'lsa, butun avlod fohisha bo'lsa, o'zi bir haromi Xitoymi, Kitaymi, qanaqadir millat haromi tarakan go'shti yeygan bir isqirtni qotog'ini yalab yurgan bir gandon isqirt bo'lsa o'zi. Xudoning o'zi kechirsin, shunchalik ham tilim shuncha qichyapti. Bu butun dunyo, dunyo sharmandada bu. O'zini millati o'zbek bo'la turib, o'zini millatini bulg'agani. Bunaqa haromi isqirt, sassiq, sifli, spid bu onangni ishi isqirt, bu qanjiq bachasi bu. San isqirt iloyim shu Xitoy, Koreyalarga, shu Yaponiyaga ham qayga tekkansan, iloyim o'lib furrantaya qolib ketsan fohisha. Sani farzandlaring bilan birga yonib ket, onangni, chinchangni bachalari, haromilar.